Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Men 1993-yil Toshkent avtomobil yo'llari institutiga kirdim. Yo'l soha bo'yicha avtomobil yo'llar qurish sohasiga kirib, 98-yil bitirdim. Avtomobil yo'llar qo'mitasini O'zyo'l butlash korxonasiga ishga kirdim. Yetakchi mutaxassis qilib ishga olishdi. Shu davrda bizda Qamchiq dovonida qurilish ketayotgan edi. Hali tugallanmagan edi. Shu yerda biza kun-tun tinmay mahsulotlar yetkazib berardi. Eng asosan bu armatura, sement, elektrod. Shu har kunlik bizga ehtiyoj qo'yilgan edi. Kuniga qancha mahsulot chiqarishimizni biz hisobot berardi yuqori tashkilotlarga. Shu 1999-yilda Qamchiq dovonini topshirdi. Shu ko'p bizni Bekobod shahrida o'tkazardi. Bekoboddan keyin Navoiyga borardi, sement zavodiga. Sement beton ishlab chiqaradigan zavod bordi, Sulfatostoyki bizga kakra bizga shu sement kerak. Navoiyda ham bor, Navoiyda ham bo'lganmiz ko'p Qizilqum Navoiy zavodida. Bekobodda yana metal ishlab chiqaradigan zavod bor edi. Shu zavodda borib biz uzuksiz ular bilan aloqada bo'lib, MJBK zavodiga, hozirgi klasterga tinmay mahsulotlarni chiqarardi. Chunki bizda kvota, limitlar bizda bo'lardi. Full mablag'lari bilan, limitlar bilan buni vaqtida ularga yetkazib, shularni ta'minlaydi. Men 2020-yil O'zyo'l loyiha ekspertizaga xo'jalik mudiriga ishga qabul qilishdi meni. Keyin 2023-yil bizning korxonamizning nomi o'zgardi. Avtomobillar texnik holat tahlili va harakat xavfsizligi markaziga aylangandan beri shu ishxonada ishlab kelyapman, xo'jalik mudiri bo'lib. Korxonamizda hamma xodimlar bilan aniq birlashib ishlaymiz. Birimizni tushunib, bizani mana shu korxonada ishlayotganimizda hamma sharoitlar yaratilgan. Shu korxonamizda har bitta bo'limlarga o'z kerakli bo'lgan jihozlar hammasi bilan ta'minlab beriladi. Mana Muzaffar bilan biz 7 yildan buyon birga ishlab yuribmiz. Muzaffar haqiqatan samimiy yigit, yaxshi. O'z ishini ustiga vijdonan kirishadigan, birovni ko'nglini qoldirmaydigan yigit. Xo'jalik mudiri bo'lib ishlaganlardan buyon doimo ishlarni oxirigacha yetkazib biladilar. To'g'ri, har zamonda ko'p gapirib ham qo'yadilar, lekin oxirigacha olib boradilar ishlarini. Biz shunday sodda, samimiy yigit deb hisoblaymiz. Ishlariga omad. Meni otam shifokor bo'lganlar, lekin menga o'sha shifokor bo'lishimni xohlaganlar. Men endi shifokorlikni qiziqmaganligim uchun yo'l sohasini tanlaganman. Mashinaga qiziqqanim uchun, texnikaga qiziqqanim uchun yo'l sohasini tanladim. Onam iqtisodchi bo'lganlar. Men endi otam shifokor bo'lishimni xohlaganlar, lekin men qiziqish bo'lmagani uchun yo'l sohasini tanladim. Mashinaga qiziqqanim uchun yo'l sohasini tanladim, lekin menda 3 ta farzandi bor. Shu 3 ta farzand ichida qizim, ikkinchi farzandim, hozir 2-kursda o'qiyapti, shifokorlik o'qiyapti. Meni katta o'g'lim xorijda o'zini tanlagan sohasi bo'yicha o'qiyapti, logistika bo'yicha. Kichkina o'g'lim futbolga qiziqadi. O'zini xohlagancha endi bu yoqqa ko'ramiz, nasib qilsa bitirsa o'qishini maktabda. Qaysi oliy yo'lga kirsa biz qarshilik qilmaymiz. Birinchi men ishxonaga kelganimda birinchi bor korxonani hududidan aylanib chiqaman. Hamma joyidami, idoramiz atroflari, muhitlari tozami, ozodami, tozalanganmi,
qay ahvolda, hovliga chiqami, hovlida ham hamma obyektli narsalarimizni sanamjonmi, joyida ozoda turibdimi, keyin xonalarni ham bir ko'zdan kechirib chiqaman. Har tomonlama yoritish tizimi, isitish tizimi, xavfsizligi, keyin xavfsizlik bo'yicha o'sha yong'in xavfsizligi bo'yicha har tomonlama simlari joyidami, suvlari masalan o'sha xonada shularni ko'rib chiqaman. Keyin kelgandan keyin bizga tushgan bu yerda anaqalar bor, bildirgilar bor. Shularni olingan narsalarni taftish qilib, joy-joyidami, yetkazilganmi, kimga berilgan, kim nima so'ragan, shularni hammasiga berib chiqaman. So'ragan odamlarga shu oxirgacha masalan bizani bir oylikda qancha anaqa qilamiz, ishlatadigan narsalarimizni, konstavarlarni joy-joyiga qo'yib, shu ish jarayonida biza ko'p mana shu bizani xodimlarni sharoitlar bilan yaratib, hammasini qulaylik qilganimizdan keyin har tomonlama korxonadagi xodimlar kelib, menga rahmat degandan keyin shu odam xursand bo'ladi, uxlanadi. Rahmat degandan keyin odam yana ishga o'zini shu qilgan ishlaridan xursand bo'lib, charchoqlari chiqib ketgandek unutilib, men uchun eng katta motivatsiya natijasini ko'rgandan keyin.